Bir haftalardan beri internetda janjal bo'lyapti, parvo qilmasam bo'lmaydi. Bloger akamiz bor ekanlar, Yashnar Ziyo degan. Hamma mashhur artistlarga, blogerlarga telefon qilib, narx qancha, necha pulga keladi, xalq uchun bilib berar ekanlar. Malades. Nilufar Hamidova aktrisa bilan janjallari bo'lyapti. Endi aka qarang, birinchi o'rinda siz telefon qilyapsiz-da, narxni so'rayapsiz. Nima qimmat? Nima hunar ko'rsatadi, qatini ochadi. Bu keraksiz, ishoning. Sizga qimmatmi? Bo'ldi. Stop qizilda bosasiz. Ha, bo'ldi, rahmat deb. U nimaga qimmat, qatini ochadi. U sizni ishingiz emas-da. Tarbiyalayman. Menga bu qiliqlari yoqmayapti. O'zbekchani bir narsa yoshlarimizga o'rnak, boshqa narsa tarbiyalash kerak bo'lsa, 18 yoshli aktrisa emas, yo 16 yoshli aktrisa emas. 3tami 4tami farzandi bor, juda katta ayol. Nima noto'g'ri, nima to'g'ri o'zi juda yaxshi biladi. Bu siz gaplaringiz bilan, bunaqa janjallaringiz bilan siz ayolni tarbiyalab qo'ya olmaysiz baribir. Hozir aka ko'rib turibman, siz ham jahl bilan video qo'yyapsiz. Aktrisa Nilufar Hamidova ham qo'yyapti jahl bilan video. Aka ishoning, men prognoz qilaman, siz yutkaverasiz. Oxiri bu janjalning oxiri nima bo'ladi? Bo'lib sudlashasiz, urushni siz boshlagansiz. Sizning haqqingiz yo'q edi. Qatini ochadi, nima qiladi, necha pul bo'ladi? Necha 10 ming dollar bo'ladimi, 100 ming dollar bo'ladimi, 2 ming dollar bo'ladimi? Sizga yo'qsa chaqirasiz. Majburiy emas. Majburiy reklama bo'lib, bo'yningizga o'shancha summani qo'yib qo'yganda siz nima qildi ko'rsatdi deb jalba qilishingiz mumkin edi. Majburiy emas, ixtiyoriy bo'ladi bular chaqiruvlar. Narxi yoqmadimi? Bo'ldi, qizillaysiz telefonda. Ortiqcha gapirib, janjallashishni keragi yo'q. Men hech kim tarafini olmayman. Oldin aytib qo'yaman. Ikkalalari ham menga tanish emas. Prosta aka yaxshilicha o'zingizni pulingizni jarimalarga, bekorga ketkazishdan o'rniga juda ortiqcha pulingiz ko'payib ketgan bo'lsa, qiynalgan oilaga, mehribonlik uyiga sarflasangiz yaxshiroq bo'ladi. Baribir siz yutkazasiz, chunki urushni, janjalni siz boshlagansiz.